Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi ishlarni o'rnatib bitirdik. Bugun mana 19-mart haftaning payshanba kuni ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatda qilib o'rnatib berdik. Bu yerga alyumin zolotoy dubdan veranda qo'ydik. Jami joyimiz 10 metrga yaqin joy. Ikkita eshik tushirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Eshigimiz bo'yi 3 metr bo'lgan, eni 1.25. Qanotlarni balkon profildan qilib berdik. Zamoklari ham Akfa'ning o'zining zamoklaridan. Stullarni ham mana o'radik. Ko'rishingiz mumkin. Oynalari 2 qavat qilib steklo paket qilib berdik. Dori germetiklarni qilib berganmiz. Rom ochilishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Romimizning razmeri bo'yi 205 ga 180 bo'lgan. O'rtadan bitta ochilish qildik. Juda chiroyli holatda bo'lgan. Ichki ko'rinishlarni ham ko'rsatib o'tsak, sizlarga ko'rishingiz mumkin. Mana padagonniylari bilan qilib berdik. Eshik ligirovkalarini ko'rsanglar, mana yaxshi holatda qilib berdik. Zamoklari ham Akfa'ning o'zining zamoklari. Ichki ko'rinishlar 35 lik padagonnilar qo'yib berdik. 35 lik padagonnilar qo'yib, mana chiroyli penalarni qo'yib ishlarni bitirdik akamiz. Ruchkalarimiz doimgidek mana alvit ruchkalar. Ochilishlarni mana ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda endi eshigimizni qanotini bo'yi baland bo'lganligi sababli 5 tadan osha-mosh qo'yib berganmiz. Ozgina qorong'iligi uchun ko'rinmayapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana pastda 2 ta, 3 ta, mana 4-chi, 5-chi osha-mosh qilamiz. Ozgina qorong'iligi uchun ko'rinmayapti. Bu tarafimizda ham mana eshigimiz bor. Choklari deganlarga mana choklarini ko'rsanglar bo'ladi. Choklari ham xudo xolasa bor. Bu tarafga akamiz 2 ta rom qo'yib berdi. Mana ichkari tarafdan ko'rinishi 30 lik padagonniylari bilan 1.60 ga 1.60 kvadrat rom qilib berganmiz. Mana ichki tarafda ham ko'rishingiz mumkin. 1.60 ga 1.60 rom. Kvadrat metrlarini padagonnik, oynasi 2 qavat, Akfa'ning o'zidan 680 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Qimmat deganlarga hamma yo'g'i sifatli narsalardan ishlatib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Bizning nomerlarimiz 90 kodi bilan 170 82 52. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.